Dangalni 3 kun berasman. 70 kuş beraman bol baraka bo'ladi. Bering shu boni. Tanlab olarkanmi? Tanlab olishgami? Ya, o'zim beraman. YouTube'danmisan öyle? Tanlab olishga 4,5 dan bermayapman muxlislarga aytib turib. Avoynimiz bo'ladi. Beroqsiz boya bir YouTube'ga chiqib ketadi. Instagramga qo'yib. Ha, bo'ldi mana chiqdilaring. Sizga berdim jiyonni. Bayrak. O'sha kichkina qora bilan Hozir yana bu kichkina qashqari. Chiqaramiz. Uchdan tanlasinlar. Yetti bilan 300 ga ikkita. Javob. Bir yil yetmasam nima yetsin? Yetmasam Sizam uchta tanla. Ular savdosi qancha bo'lyapti ekan aka? 8dan keladi. 38 dan. 38 dan. Yetdim. Qancha bo'lyapti ekan tog'a? O'zlar? 4 million 50 dan so'rayapti. 4 million 50 dan bir joygami? Qancha bo'lsa beriladi siz? 4 million 300 dan bo'lsa beramiz. 4 million 300 dan. Hammasi erkak. 4 million 50 dan savdo bo'ldi deyilyapti, berilmagan. Chirol qo'zilagan. To'y sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Bizda. Qancha bo'lyapti ekan? 5,5. 5,5 dan baho qo'yapsizmi? 5,5 nega tonna baho qo'yilyapti? Demak, shu o'zicha demak 3,400. Urg'ochi yo'qmi ichiga? Urg'ochi bu tomondan nazarasiz. Urg'ochisi bormi yo'qmi ichida? Bor ekan tog'a, ko'rasiz. Ha, YouTube'ga. Nomerni yozing. Qo'zi bormi yana? Bularni sherigimi? Ha. Ayting, nomer ayting. Ha, hozir uni ham olamiz. Bu tomondan aksiga nomer berasizlar. Keling, nomer aytingchi. Qo'zi olaman deb yurgan aka-ukalarga, demak, qo'zilarning demak, yirigidan ekan. Telefon nomeri aytsangiz? 92 92lik 070 aha 070 3309 3309 yana yozib chiqarib qo'yamiz. Aha, bo'ldi. Mana shu yigit, shu yigitning nimasidan ekan. Demak, bular bahosi qanchadan bo'lyapti? Buni 5 dan deyapmiz, kelishtirib beramiz. Savdo qancha bo'lyapti hozir? Qaysi biri? 4 ta tanlab olar kimgami? Qanchadan bo'lyapti? 42,5. Yotgan qo'zlarni turg'izish kerak ekanda. Ko'zini izi bor ona. 42,5 dan oluvchi 4 ta tanlab olaman degan. Ega 5 milliondan baho qo'yapti. Qo'zi olaman deb, yaxshi qo'zi olaman deb yurgan akalarga demak, hozir nomeri aytildi. Manzil Sarasiyo tuman. Hozir Sarasiyo Payshan bozorida, demak 2-iyul chislosida. Keti bor, 200 ta deyilyapti, mana shu akadan ekan. Hammasi erkak olaman deganlarga. Boyaki nomermi? Bola aytgan nomer 92lik 070. Yana bitta nomer aytib qo'ying bo'lsa. 95lik. Ayting. 803 84 86. Ismingiz nima ekan aka? Ismingiz? Boysundan Chorva TVga. Sarasiyo Payshan bozorida akalar Boysundan ekan. Qo'ydi keti bor 200 ta. Yana bemalol aloqaga chiqib olsalaringiz, balkim kelishilsa, dastlabki xizmatini yo'lga qo'yib berishsa.
Buni nimani borib ko'zlaringizni qolganini bir chiroyli qilib video qilib taylab bersangiz, nomeringiz bilan qaytarib chiqarib beramiz bunga YouTube'ga. Keling. Qo'yamiz, nima emas-ku. Mana bu qo'yadi bizdan nima? Uni ham oldim aka, ikkinchi nomerda ham aka otangizmi kim ishi, nomeri aytdilar. Nima qilib qo'ydim? Bo'ldi, xo'p. Telefon qilib qo'yaman. Bo'ldi. Aka, bu qo'zlar bahosi qancha bo'lyapti ekan? Qo'ylar 5 million. 5 million. Qayerda qo'ygan ekan? Sangardagi. Sangardagi, sarasi Sangardagi qo'ylari, demak. Shu akadan, demak. Demak, telefon nomeri aytingiz ham aka? 77lik 77lik 363 363 99 96. Mana shu akadan ekan. Telefon nomeri, ismingiz? Jasur. Jasur aka. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqib, ketib boring aka. Yetarlicha davomi bor, bemalol aloqaga chiqib uylariga borib ham nima olsalaringiz bo'ladi. Yana agar kelishsalaringiz baribir chiqarib berish ham dastlabki xizmatini ham yo'lga qo'yib beradilar baribir. Ichiga bo'ladi. Kelishtirib Chiroyli qilib beriladi deyilyapti. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Qo'zilar lekin yirik qo'zilar. Qo'zi olaman deb yurgan. Urg'ochisi ham bormi aka, yo'qmi sotuvda? Bor. Отдельно narxi urg'ochisi. Shundayda, Qo'chqor отдельно urg'ochisi otdi. Bo'ldi aka, aloqaga chiqamiz. Mayli. Xo'p. Kanal Bir SMS yozib. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Chiroyli qo'zilar ekan, narxi ham sal baland ekanda. Kana bosgan ekan. Assalomu alaykum. Qo'zilarning bahosi qancha bo'lyapti ekan aka? Qaysi bor aka? Bir joygami yo savdo bo'ldimi, shunisini nima qilsangiz? Bir joyga bersa 5 dan so'rab turibdilar. Aha. Qo'zilar lekin yirik. Yeriga ko'rishni qo'ylarmi? 5 yarim 6 oylik qo'y aka. Qaysi bor? Qo'yga Bunisi 53 bo'lgan. Bu 5 million so'ralgan ekan. 48 dan so'ragan. Bunisi 5 dan qilyapti. Qo'zilar rostdan yaxshi ekan. Aka, bu qo'zilar narxi qancha bo'lyapti ekan? 4 milliondan baho qo'yapsiz. Hammasi erkakmi ekan? Hammasi erkak. Birov bor mol sotyapti. Suvda. 4 milliondan baho qo'yilyapti. Shuni 8 ming, mana bu ikki, mana bunisi 38 ming savdo bo'lyapti. Tog'a, qo'zilarning savdosi qancha bo'lyapti ekan? Qanchadan baho qo'ydingiz bularga? Narxi 3,5. 3,5, 4ligi ham bor. Yiriklari ham bor. 3 dan 4 ga. 3 dan 4 gacha bo'lgan qo'zilar.